Bugungi o'rganadigan grammatikamiz ko'rsatish olmoshlari, ya'ni i bu degani, k u degani, cho anavi degani. Demak, bularning ishlatilishi i degani so'zlovchi va tinglovchiga yaqin narsani ko'rsatishda ishlatiladi. K degani so'zlovchidan uzoq, tinglovchiga yaqin narsani ko'rsatishda ishlatiladi. Cho so'zlovchidan ham, tinglovchidan ham uzoqdagi narsani ko'rsatishda ishlatiladi. Va buni davomida albatta ot so'z turkumiga oid so'z keladi. Demak, birinchi mashq, e'tibor qiling. Taim chung almajin gosil ko'rsayo. Quyidagilar orasidan to'g'ri javobni tanlang. Ya'ni, mana o'ziga yaqin bo'lgani uchun so'rayapti. I chegin nugu chegiyeyo. Bu kitob kimning kitobi? Va mana bu javob beryapti. Che chegiyeyo. Bu mening kitobim. Xo'p, yana yaqinda turib so'rayapti. I saramin nugu yeyo. Bu odam kim? Che hyong yeyo. Bu mening akam. Ikkalasidan ham uzoqda turibdi. Demak, cho. Cho saramin nugu yeyo. Anavi odam kim? Jemin shi yeyo. U jemin shi. Xo'p, mana bu so'rayapti undan uzoq. Demak, k. K usanin nugu usan yeyo. U soyabon kimning soyaboni? Che usan yeyo. Mening soyabonim. Xo'p, ikkalasidan ham yana uzoqda turibdi. Cho penin nugu pen yeyo. Anavi ruchka kimning ruchkasi? Yujinchi pen yeyo. Yujinning ruchkasi. Pen degani ruchka. Xo'p, endi ikkinchi mashq, e'tibor qiling, mana rasmni tahlil qilamiz. Kirimil pogo tehvaril vansongi heposayam. Rasmni ko'rib dialogni yakunlang. Xo'p, mana bu Anna, mana bu Yujin. Xo'p, Anna savol beryapti. Yujin shi i handiponin. Yujin bu telefon. Nugu handipon yeyo. Kimning qo'l telefoni? Va bu javob beryapti. Mari shi handipon yeyo. Marining telefoni. Xo'p, Yujin shi yana savol beryapti. Nugu chegiyeyo. Demak, kimning kitobi? Kitob mana. Shunda cho k chegin. K chegin nugu chegiyeyo. U kitob kimning kitobi desa che chegiyeyo. Mening kitobim deyapti mana. Kitob Yujinning ekan. Xo'p. Keyingisi yana savol berib. Yujin shi, xo'p, nugu kabangeyo. Kimning sumkasi? Bu sumka kimning sumkasi deydi mana. I kabangin. Nugu kabangeyo. Bu sumka kimning sumkasi? Sujishi kabangeyo. Sujining sumkasi. Endi Yujin savol beryapti. Yujin savol beryapti. Anna shi nugu moja yeyo. Kimning kepkasi mana? Ikkalasidan ham uzoqda turibdi. Cho mojanin. Cho mojanin nugu moja yeyo. Ana u kepka kimning kepkasi? Chunoshi moja yeyo. Chunoning kepkasi. Yana savol. Anna shi nugu piltong yeyo. Kimning qalamdoni? Bu qalamdon. I piltongin. Nugu piltong yeyo. Bu qalamdon kimning qalamdoni? Jeminchi piltong yeyo. Jeminning qalamdoni. Shu bo'ladi bugungi grammatikamiz.